Assalomu alaykum. Xorazm viloyati Bog'ot tumani 14-son bolalar musiqa va san'at maktabi an'anaviy xonandalik sinfi o'qituvchisi Sobirov Bilorbekman. Bilamizki, ashula qo'shiq ijrosida nafasni to'g'ri olish, ovozni to'g'ri yo'lga qo'yish, so'zlarni aniq tushunarli qilib yetkazib berish muhim jihatlardan biri hisoblanadi. Men sizlarga 3 ta ana shunday muhim tavsiyalarni aytib o'tmoqchiman. Birinchisi, ovoz qizdirish mashqlari, ya'ni razminka. Mashqlarni darhol murakkab asarlardan, baland pardalardan boshlamaslik kerak. Bu ovoz paylarini jiddiy shikastlanishiga olib kelishi mumkin. Mashqlarni past notalardan, past tonalliklardan boshlab ijro qilib, uni asta-sekinlik bilan ko'tarish ma'qul. Bunda ulli tovushlar m, u, a kabi tovushlardan foydalanib, shu harflar ishtirokida har xil gammalar, arpejjolar va etyudlar orqali mashqlar bajarish mumkin bo'ladi. Ikkinchisi, nafas ustida ishlash. Xonandaning poydevori bu to'g'ri nafas. Diafragma orqali nafas olishni odat qiling. Qisqa nafas olib, uni uzoq va bir tekis sarflash mashqlarini bajarishni o'rganamiz. Masalan, S harfini cho'zib turish orqali S harfidan foydalangan holda tovushni qisqa nafas olib, uzoq va bir tekis cho'zib turish mashqi bajariladi. Uchinchisi, artikulatsiya va diksiya mashqlari. Har bir so'z tinglovchiga aniq va tushunarli tarzda yetib borishi shart va lozim hisoblanadi. Bunda bajariladigan mashqlar tez aytishlar, har xil turli suratlarda, turli tonalliklarda bajariladigan mashqlar buni sirasiga kiradi. Mana shu mashqlarni tez-tez bajarib turgan ma'qul hisoblanadi. Professional xonanda bo'lish uchun har kuni o'z ustingizda tinimsiz ishlashingiz kerak bo'ladi. Metodik to'g'ri yondashuv muvaffaqiyat garovidir.